بسم الله الرحمن الرحیم. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Eron AQSh to'qnashuvi yangi bosqichda. Arofiy sionistlar davri tugaydi dedi. Isroil shaharlari zarba ostida. Dubay vahimada. Eron zarbalari fonida Muhammad bin Rashid Al Maktum davrining eng og'ir kechasi. AQSh amerikaliklarning o'limi uchun qasos oladi Tramp. Dushmanlarni umidsizlikka tushiramiz. Pezeshkion xalqqa murojaat qildi. Britaniya Eronga qarshi strategik front ochdimi? Starmerning eng keskin bayonoti. Eron, AQSh va Isroil urushi ochiq harbiy to'qnashuv bosqichiga kirib, mojaro endi nazorat qilinadigan eskalatsiya chegarasidan chiqib ketdi. Bir necha soat ichida sodir bo'lgan voqealar front chizig'i kengayib, raketa, dron va ballistik zarbalar bir vaqtning o'zida bir nechta davlat hududida amalga oshirilayotganini ko'rsatdi. Harbiy signal aniq, tomonlar ortga qaytish emas, balki bosimni maksimal darajaga yetkazish yo'lini tanlamoqda. Eron diniy doiralari ham bevosita urush ritorikasiga qo'shildi. Oyatulloh Ali Rizo Arofiy ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan video murojaatida Isroilga tungi zarba berilishiga ochiq ishora qildi. Oradan ko'p o'tmay uning tahdid amaliy harakatlarga aylandi. Eron Isroil hududiga qarata kamida 37 ta raketa uchirdi. Zarbalarning eng og'iri Quddus yaqinidagi Bayt Shemesh shahriga to'g'ri keldi. Ballistik raketalar turar joy hududlariga urilib, binolar vayron bo'ldi. Boshpanalardan biri to'g'ridan-to'g'ri zarba ostida qoldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, undan ortiq odam jarohat olgan. Shahar infratuzilmasi jiddiy zarar ko'rgan. Quddus atrofida portlashlar ketma-ketligi Isroil havo mudofaasi tizimlari maksimal rejimda ishlayotganini ko'rsatadi. Eron zarbalari faqat Isroil bilan cheklanib qolmadi. Hayfa port shahri nishonga olindi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, Tel Aviv yana raketa hujumiga uchradi. Shahar osmonida tutib qoluvchi raketalar portlashi, sirenalar va ketma-ket zarbalar urushning intensiv fazaga o'tganini tasdiqladi. Zarbalardan keyingi Quddus manzarasi vayron bo'lgan uylar, yonayotgan avtomobillar va favqulodda xizmatlarning uzluksiz harakati bilan tavsiflanmoqda. Tehron harbiy rahbariyati ham ortga chekinish niyati yo'qligini ochiq bildirdi. Eron qurolli kuchlarining eng yuqori operativ shtabi mamlakat hech qachon Amerika bosim oldida tiz cho'kmasligini e'lon qildi. Bu bayonot urush endi mudofaa operatsiyasi emas, balki strategik qarshilik doktrinasi asosida olib borilayotganini anglatadi. Shu bilan birga mojaro yana bir frontga kengaydi. Eron dronlari Iroqning Erbil shahrida joylashgan AQSh harbiy bazasidagi o'q-dorilar omboriga kelib tushdi. Kuchli ikkilamchi portlashlar va yirik yong'in kuzatilgani haqida xabar berildi. Bu hujum AQSh harbiy infratuzilmasiga to'g'ridan-to'g'ri zarba sifatida baholanmoqda va Washingtonning javob operatsiyalari ehtimolini keskin oshirdi. Dengiz frontida ham vaziyat keskinlashdi. Ummon ko'rfazida harakatlanayotgan Slide neft tankerida Eron hujumi ortidan yong'in yuzaga kelgani ma'lum qilindi. Energetika yo'laklarining nishonga olinishi urush endi iqtisodiy zarba strategiyasiga ham o'tayotganini anglatadi. Bu global neft bozori va dengiz savdosiga bevosita tahdid demakdir. Eron Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoni mintaqa davlatlariga murojaat qilib, zarbalar sababi haqida izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron boshqa davlatlarga qarshi urush boshlamoqchi emas, biroq AQSh kuchlari joylashgan har qanday baza avtomatik ravishda nishonga aylanadi. Larijoni bu bazalarni joylashgan davlat hududi emas, balki Amerika tuprog'i deb atadi. Bu bayonot amalda butun mintaqadagi AQSh harbiy obyektlari endi potensial frontga aylanganini bildiradi. Ayni paytda yangi diniy yetakchi sifatida maydonga chiqayotgan Oyatulloh Arofiy yanada keskin tahdid bilan chiqib, bugun kechqurun dunyo sionistlar takabburligining tugashiga guvoh bo'lishini aytdi. Harbiy operatsiyalar bilan birga diniy ideologik ritorikaning kuchayishi urushni faqat geosiyosiy emas, balki mafkuraviy qarama-qarshilik darajasiga olib chiqmoqda. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiyalik tajribali urolog Yunus Tur tavsiyasiga asoslangan ushbu mahsulot Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Dubay vahimada. Eron zarbalari fonida Muhammad bin Rashid Al Maktum davrining eng og'ir kechasi.
Dubayda vaziyat keskin o'zgardi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda oziq-ovqat do'konlari javonlari bo'shab borayotgani, odamlar zarur mahsulotlarni ommaviy ravishda sotib olayotgani aks etmoqda. Xaridorlar tanqislik sababi aniq emasligini aytmoqda. Ayrimlar bunga Ramazon kunlari, boshqalar esa davom etayotgan otishmalar va xavfsizlik xavotirlari sabab bo'layotganini taxmin qilmoqda. Ammo bir narsa aniq, aholi urush uzoq davom etishi mumkin degan qo'rquv bilan zaxira to'play boshlagan. Shahar xavfsizlik rejimiga o'tdi. Mahalliy tashkilotlarga, xodimlarga vaqtinchalik ta'til berish, imkon qadar ochiq joylarda harakatlanmaslik tavsiya etildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayrim mehmonxonalarda turistlar xavfsizlik sabab boshqa hududlarga ko'chirila boshlagan. Bir necha yil davomida dunyoning eng xavfsiz metropollaridan biri sifatida tanilgan Dubay endi urush xavfini real his qilayotgan shaharga aylandi. Telegram asoschisi Durov ham vaziyat haqida fikr bildirib, statistik jihatdan Dubay hali ham Yevropaning ko'plab yirik shaharlariga qaraganda xavfsizroq ekanini aytdi. Biroq uning bu bayonoti ham yangi haqiqatni yashira olmadi. Raketa va dronlar tahdidi ostida qolgan shahar endi mutlaq xavfsizlik ramzi bo'lib qolmayapti. Harbiy zarbalar Birlashgan Arab Amirliklarining boshqa hududlariga ham yetib bordi. Sharjada savdo markaziga dron hujumi oqibatida yong'in kelib chiqdi. Binoda odamlar qolib ketgani ehtimoli haqida xavotirlar bildirilmoqda. Bu hodisa urushning fuqarolik infratuzilmasiga ham tobora ko'proq ta'sir ko'rsatayotganini anglatadi. Abu Dabida esa Eron tomonidan uchirilgan raketalarning qoldiqlari turar joy hududlariga tushgani xabar qilindi. Portlashlar ortidan vahima kuchayib, aholining bir qismi boshpanalarga yo'nalgan. Shuningdek, strategik ahamiyatga ega bo'lgan Zayed port ham zarba ostida qolgani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu port mintaqaning savdo va logistika markazlaridan biri bo'lgani sabab hujum iqtisodiy front ham ochilganini ko'rsatmoqda. Shu tariqa mojaro yangi ko'rinishga ega bo'ldi. Endi urush faqat harbiylar o'rtasidagi to'qnashuv emas, balki yirik iqtisodiy markazlar, turizm hududlari va oddiy fuqarolar hayotiga bevosita ta'sir qilayotgan keng qamrovli inqirozga aylandi. Fors ko'rfazi osmonida uchayotgan dronlar va tutib qoluvchi raketalar global savdo yo'llari, energetika xavfsizligi va xalqaro iqtisodiy tizimni xavf ostiga qo'ymoqda. Bugungi voqealar shuni ko'rsatadiki, Yaqin Sharqdagi urush geografik jihatdan kengayishda davom etmoqda. Kecha front chizig'i faqat bir necha davlat bilan chegaralangan bo'lsa, bugun u butun mintaqani qamrab olmoqda. Eng xavotirli tomoni esa mojaro hali eng yuqori nuqtasiga yetgani yo'qdek ko'rinmoqda. Har bir yangi zarba, har bir evakuatsiya va har bir bo'shab borayotgan do'kon javoni urush endi odamlarning kundalik hayotiga to'liq kirib kelganini anglatmoqda. AQSh amerikaliklarning o'limi uchun qasos oladi. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp amerikalik harbiylarning halok bo'lishidan so'ng Oq uyda keskin murojaat bilan chiqib, Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolarining o'limini javobsiz qoldirmasligini ma'lum qildi. Uning bayonotiga ko'ra, AQSh va ittifoqchi davlatlar Epic g'azab deb nomlangan keng ko'lamli harbiy operatsiyani boshlagan bo'lib, u zamonaviy harbiy tarixdagi eng kuchli zarbalardan biri sifatida baholanmoqda. Operatsiya doirasida yuzlab strategik nishonlar, jumladan Eronning havo hujumidan mudofaa tizimlari, dengizdagi 9 ta harbiy kema hamda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan bog'liq obyektlarga yuqori aniqlikdagi zarbalar berilgani ta'kidlandi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, bu operatsiya yakuniy maqsadlar to'liq bajarilmaguncha davom etadi va AQSh harbiy kuchlari zarbalarni kengaytirishga tayyor turibdi. Avvalroq Pentagon 3 nafar amerikalik askarning halok bo'lganini tasdiqlagan edi. Tramp ular vatan uchun jon bergan haqiqiy qahramonlar ekanini aytib, ehtimoliy yangi yo'qotishlar xavfi mavjud bo'lsa-da, harbiylar buni minimallashtirish uchun barcha choralarni ko'rayotganini bildirdi hamda ularning qoni albatta javobsiz qolmasligini urg'uladi. Murojaatda Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi ehtimoli AQSh milliy xavfsizligi uchun bevosita tahdid sifatida ko'rsatildi va Washington bunga hech qachon yo'l qo'ymasligini qat'iy ta'kidladi. Tramp Eron rahbariyatini yarim asr davomida Amerikaga qarshi dushmanlik siyosatini olib borganlikda ayblab, Tehronni dunyodagi eng yirik terrorizm homiylaridan biri deb atadi. Qo'shma Shtatlar har qanday tahdidga javob qaytarish uchun yetarli harbiy va siyosiy kuchga ekanini bildirdi. Shu bilan birga u Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va Eron xavfsizlik tuzilmalariga murojaat qilib, qurolni tashlash va qarshilikni to'xtatishga chaqirdi. Aks holda ularga nisbatan yanada og'ir zarbalar berilishi va bu jarayon halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Dushmanlarni umidsizlikka tushiramiz. Pezeshkion xalqqa murojaat qildi.
Eron prezidenti Masud Pezeshkian AQSh-Isroil hujumlaridan keyin ilk bor jamoatchilik oldiga chiqib, davlat televideniyasi orqali video murojaat bilan chiqish qildi. Murojaatda u mamlakatda tuzilgan 3 a'zolik muvaqqat rahbarlar kengashi bugundan boshlab o'z vazifalarini rasman bajarishni boshlaganini ma'lum qildi. Ushbu kengash oliy rahbar vakolatlarini yangi rahbar saylanguniga qadar amalga oshiradi. Pezeshkian o'z chiqishida Eron armiyasi AQSh va Isroil tomonidan amalga oshirilgan hujumlarga javob qaytarishda davom etishini ta'kidladi. U mamlakat xavfsizligi va suverenitetini himoya qilish davlatning ustuvor vazifasi ekanini qayd etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, oliy rahbar Ali Xamenei Isroil AQSh hujumida nishonga olinganidan keyin mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq 3 nafardan iborat muvaqqat rahbariyat kengashi shakllantirilgan. Kengash davlat rahbarining asosiy vakolatlarini vaqtincha bajaradi. Eronning yangi oliy rahbarini esa 88 nafar diniy ulamodan iborat ekspertlar assambleyasi saylaydi. Mazkur organ mamlakatda oliy rahbarni tayinlash va uning faoliyati ustidan nazorat qilish vakolatiga ega. Britaniya Eronga qarshi strategik front ochdimi? Starmerning eng keskin bayonoti. Britaniya bosh vaziri Keir Starmer yaqin sharqda keskinlashib borayotgan vaziyat fonida urushni to'xtatishning eng muhim sharti sifatida Eronning raketa salohiyatini cheklash zarurligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, mintaqadagi zo'ravonliklarning asosiy sababi aynan uzoq masofali raketalar orqali amalga oshirilayotgan zarbalar bo'lib, ular nafaqat harbiy infratuzilmalarga, balki tinch aholiga ham tahdid tug'dirmoqda. Starmer AQSh tomonidan Britaniya harbiy bazalaridan faqat cheklangan va mudofaa xarakteridagi operatsiyalar uchun foydalanish bo'yicha rasmiy murojaat kelib tushganini ma'lum qilib, London bu talabni xalqaro xavfsizlik nuqtai nazaridan qabul qilganini bildirdi. Britaniya hukumati qarorini izohlar ekan, bosh vazir Eron tomonidan mintaqa bo'ylab amalga oshirilayotgan raketa uchirishlari keskin eskalatsiya xavfini kuchaytirayotganini, begunoh odamlarning halok bo'lishiga sabab bo'layotganini va mojaro geografiyasini kengaytirish mumkinligini qayd etdi. Uning ta'kidlashicha, Londonning asosiy maqsadi harbiy qarama-qarshilikni kengaytirish emas, balki urushga bevosita aloqasi bo'lmagan davlatlarning mojaroga tortilib ketishining oldini olishdir. Shu sababli Britaniya AQSh bilan hamkorlikda faqat mudofaa va tahdidlarni kamaytirishga qaratilgan choralarni qo'llab-quvvatlamoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.